Yurtimizda keksalarni e'zozlash, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bunga bugungi kunda Keksalar haftalik hamda Keksalar turizm oyligi munosabati bilan keksa avlod vakillariga belgilangan imtiyoz, imkoniyatlar isbot bo'la oladi. Shu munosabat bilan bugungi kunda o'tkazilayotgan shukronalik, ya'ni uch avlod uchrashuvi ham buning namunasidir. Toshkent shahar Nuroniy jamg'armasi bo'limi tashabbusi bilan Yunusobod tumani hududidagi Al-Aziz kafesida Yunusobod tumani miqyosida uch avlod uchrashuvi Ibrat maktabi ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbir Yunusobod tuman Nuroniy kengashi, tuman madaniyat bo'limi, tuman axborot kutubxona bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Uchrashuv Toshkent shahar Nuroniy jamg'armasi raisi senator Rustamxon Kalam, deputatlar, akademik, professorlar, Yunusobod tumanining faol faxriy nuroniy otaxon onaxonlari, o'rta avlod vakillari, yoshlar yetakchilari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, inson qadrini yuksaltirish, xalq farovonligini ta'minlash, yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilayotgani haqida so'z yuritildi. Shuningdek, dabdabali to'y va marosimlarni ixcham va namunali shaklda o'tkazish bo'yicha tavsiyalar berildi. Tadbirda tuman madaniyat va bo'limining sozanda va xonandalari tomonidan kuy va qo'shiqlar yangradi. Uchrashuv so'ngida Nuroniy jamg'armasi tomonidan faol nuroniy otaxon onaxonlarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari berildi. Ushbu uch avlod uchrashuvi bu nafaqat yoshlar uchun, balki barcha avlod vakillari uchun katta ma'naviyatni qo'llab-quvvatlovchi Ibrat maktabi ekanligining yana bir namunasi bo'ldi.